Qiz farzandi bor onalar amal qilishi shart bo'lgan ma'lumotlar. Hammaga ma'lumki, go'daklar ham nafaqat kichik hojat, balki katta hojat ham qilishadi. Bu holatga barcha onalar deyarli har kuni duch kelishadi. Qizaloqlari oldidan orqaga qarab suv bilan yuvish kerakligining sababi shundaki, anal sohadagi bakteriyalar qinga o'tib qolmasligi kerak. Qizlarda siydik chiqarish kanali qisqaroq va orqa teshikka yaqinroq joylashgan bo'ladi. Bu esa bakteriyalarning yuqishiga va siydik yo'llari infeksiyalari kabi kasalliklarni keltirib chiqarish ehtimolini oshiradi. Shu sababli qinni tepaga qarab yuvish orqali bu xavfni kamaytirish mumkin. Aksincha, agar orqadan oldinga qarab suv bilan yuvilsa, anal sohadagi bakteriyalar qinga o'tib qolishi mumkin. Natijada bu siydik yo'llari infeksiyalari kabi kasalliklarning rivojlanish ehtimolini oshiradi. Shuning uchun har bir ona gigiyenani to'g'ri yo'lga qo'yishi, qiz farzandining sog'lig'i va kelajakdagi salomatligini asrash uchun bu oddiy ammo muhim qoidaga qat'iy amal qilishi shart. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.